130, 140. Zo'r ishlasangiz 150 mingda. Jigarlar, o'tgan safargi videoda gaz deb yozib qoldirganlarning soni juda ham ko'p edi va men mana ishlash joyiga keldim va mana ish jarayonini bugun sizlarga ko'rsataman va ishchilar necha puldan oylik ishlab topishadi va qancha ishlashadi haftasiga va ish sharoitlari qanaqa, bugun hammasini bilib olasiz. Qani ket. Ishchilarning oldiga Mr. Al korxonasiga keldim. Bu yerga kelib, ishchilarning ish sharoitlarini va ish grafiklarini o'rgandim. Va ko'rib turganingizdek, asosiy ishni apparatlar bajaradi. Qo'l mehnati kam. Va bu ishchilarda qiladigan asosiy ishi bu chiqqan korobkalarni paletga taklab turish va komplektovщикlik qilish ekan. Yana kara haydashga ham ishga joylashishingiz mumkin ekan, lekin bunga oldindan ish tajribasi kerak bo'lar ekan. Xullas, Tujud kompaniyasi ishchilarni ish formasi bilan va toza ish joyi bilan ta'minlar ekan, ishlashga hamma yo'q yaroqli. Va yana bu yerda ishlayotgan ishchilardan qisqa-qisqa intervyular olishga ham ulgurdi. Necha yildan beri shu Tujud kompaniyasi ishlaysiz aka? Почти 3 yil bo'lyapti. 3 yildan beri ishlaysiz. Oyiga necha pul ishlab topasiz? Oyiga 100-107 ta ishlab chiqadi. Oyiga 107 ming ishlab topasiz. Zo'r aka. Yo'q, beradimi ishdan? Yotoqcha opshtasi bor, endi men semena o'zim kvartirada turaman. Aka, bu kompaniya bilan 6 yildan beri ishlayotgansiz, oyliklarni vaqtida berishadimi? Vaqtiga berishadi. 10 da oylik, 25 da avans. Общий bir oyda ishlab topadigan summangiz qancha ekan? Shu oyda ishlab topadigan summa shu 130, 140. Zo'r ishlasangiz 150 mingda. Haftasiga necha kun ishlaysiz? Bir oyda ikkita vaqtlar. Bir oyda ikkita vaqtlar bilan. Yaxshi, bir oyda ikkita vaqtlar bilan 100 ming oylik chiqadi. Mana ish sharoitlarini ko'rdingiz va eshitdingiz. Siz-chi, siz shu ishda ishlagan bo'larmidingiz? Fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring.